Sharshargacha kelganimda bu joyga uzoq 1 soatda yetib kelsam kerak deb o'ylagandim, lekin bu joyga aynan biz soat 10 bo'lsa soat 2 bo'ldi. Juda mashaqqat bilan chiqib keldik. Va nihoyat orzulardan biri amalga oshmoqda. Dam olish maskanlariga kelardik. Misol uchun, dam olish maskani bo'lsa, lekin qor ko'rinib turardi. Chiroyli bo'lib, oppoqqina o'ziga tortib. O'zimizcha baqirib kelmoqchi bo'lardik-ku, lekin yo'lda ko'rgan cho'ponlar, shu yerda biladiganlar, yetolmaysizlar derdi. Alloh to'g'ri aytishgan, chunki biz aybetlarda baqirib yo'lga chiqamiz-da. Bugun esa 8:10 larda baqirib yo'lga chiqdik. Hozir soat necha bo'ldi? 2 bo'ldimi? Qarib 2 bo'ldi. Soat 2 bo'libdi, mana zo'r yetib keldik. Qorgacha. Yonidan kallaga havo yetishmay qoldi, tilini sevib chiqib ketdi. Oyoq bo'ysunmay qoldi. Zo'rga keldik. Qoriga o'tiribmiz. Nimaymiz boshqa? Yeydigan narsamiz bo'lmagan ekan qoriyimizda. Ma'lumot o'rnida. Xo'p, Jizzax viloyati Baxmal tumani. Mana bu O'sma shaharchasi. Bu O'sma shaharchasi xolos bu Oqtosh qishlog'idan keladigan soy. Shu yerda tepada 2720 metr balandlikda qoriga o'tiribmiz.